Yangi moda boshlandi. Har bir o'zini hurmat qiladigan xitoylik avtomobil ishlab chiqaruvchi endi yo'l tanlamaslarni sizga taqdim etadi. Oddiy yo'l tanlamas emas, balki luxury, ya'ni hashamatli yo'l tanlamaslar. Ular sizga yengilgina yo'lsizlikka chiqish imkoniyatini, muncha joydan o'tib ketish imkoniyatini beradi, lekin shu bilan birgalikda kundalik hayotda har bir avtomobil maksimum darajada hashamat, maksimum darajada qulaylik va yangi luxury fishkalarni beraveradi. G-Tour kompaniyasi ham bugun aynan shu maqsadda bizani Xitoyga taklif qildi. Chunki kuni kecha G700 modelini taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugun bizning obzorimizda mana shunaqa ajoyib luxury yo'l tanlamas. G-Tour G700. Biqiniga katta qilib G700 deb yozib qo'ymaganda, buni Prado bilan adashtirish juda ham oson bo'lardi. To'g'rirog'i, u Pradoga juda ham qattiq o'xshab ketadi. Oldidan ham, orqadan ham. Menimcha orqa faralar ham hatto g'irt Prado. G-Tour T2 modeli bilan yo'lsizlikda juda ham katta tajribaga erishishga ulgurdi. Katta masofa bosib o'tildi. Ko'pchilikka bu avtomobil sotildi, yo'lsizlikning kamchiliklari e'tiborga olindi va yangi Gaia platformasi asosida mana bu avtomobil yaratildi. U gibrid. Endi gibridlar oilasida yangi tendensiya paydo bo'ldi. Har bir parallel gibrid endi qo'shimcha plug-in hybrid texnologiyasiga ham ega. Bu nima degani? Avtomobil dvigateli, ya'ni ichki yonish dvigateli nafaqat generator sifatida ishlaydi, balki u g'ildiraklarga qo'shimcha quvvat beradi. Uzatmalar qutisi orqali tabiiyki. Lekin shu bilan birgalikda siz ushbu avtomobilga o'rnatilgan kattakon batareyani qo'shimcha ravishda quvvatlash imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Bu degani, kundalik hayotda ishga borish, kelish, bolalarni o'qishga tashishga bemalol elektromobil sifatida harakatlanaverasiz. Elektromobil sifatida quvvatlayverasiz. Benzin sarf qilishingiz shart emas. Lekin yo'lga chiqishingiz, uzoq masofa bosib o'tishingiz yoki yo'lsizlikka borishingizda siz avtomobilni oddiy ichki yonish dvigateliga ega bo'lgan vehicle sifatida, ya'ni qurilma sifatida foydalanishingiz mumkin. Demak, biz hozir texnik parametrlarga o'tamiz. G'alati, kapot oxirigacha ochilmadi, lekin uni ostida 2 litr hajmga ega bo'lgan, turbina bilan jihozlangan, 210 ot kuchi quvvatiga ega bo'lgan ichki yonish dvigateli o'rnatilgan. Ushbu ichki yonish dvigateli boya aytganimdek, ham g'ildiraklarga xizmat qiladi, reduktor orqali ham generator sifatida ishlaydi. Bu avtomobilda ikkita elektrodvigatel turibdi, har bir o'qda alohida. Ularning ichki yonish dvigateli bilan summadagi umumiy quvvati 750 dan oshiq, balki 760 ot kuchidir. Avtomobil 4.6 soniyada 0 dan 100 gacha tezlashadi. Bu bunaqa hajmdagi kattakon, salkam 4 tonnali avtomobil uchun juda ham zo'r ko'rsatkich deb hisoblashimiz mumkin. Fuel consumption, ya'ni avtomobilning yoqilg'i sarf qilishi yolg'on bo'lmasa 2 litr deyilyapti. Lekin bu ideal sharoitlarda bunaqa ko'rsatkich bo'lmaydi. Aniq ma'lumotlarni xudo xolasa tez kunda olamiz. Bundan tashqari, botda 3 ta blokirovka bor. Ya'ni o'qlar aro blokirovka va har bir o'qda alohida blokirovka bor. Barchasi albatta elektron blokirovkalar, ya'ni botda to'g'ridan to'g'ri gidromufta yoki boshqa blokirovka tiplari, majburiy blokirovka tiplari yo'q, lekin har bir reduktorda g'ildiraklarni alohida to'xtatib qo'zg'altirish imkoniyati borligi bizda tankoviy razворотni ham imkoniyatini beradi. Ya'ni ushbu avtomobil yo'lsizlikda, asfaltda juda ham qiynaladi. Tuproqda, gruntda bemalol bitta g'ildirakni bloklash hisobiga joyida razворот qilishi imkoniyati mavjud. Ana o'shanda biz tankoviy razворот so'zini to'g'ri ma'noda qo'llagan bo'lardik bu avtomobilga. Ana endi uni amfibiyaligiga keladigan bo'lsak, har bir elektrodvigatel IP68 standarti bo'yicha suv o'tkazmaydi. To'g'risini aytaman, bu avtomobilga juda ham ko'plab fishkalarni qo'shib tashashgan. Men bularni birma-bir sanashda davom etaman. Siz bo'lsa avtomobilning taxminiy narxini yozib ko'ring kommentariyga. Chunki bizda hali bu haqida umuman ma'lumot yo'q. Chunki avtomobil to'g'ridan to'g'ri sotuvga hali chiqmagan. Faralar G-Tourga juda ham xos, hozirgi yo'l tanlamaslarini dizayniga juda ham mos. Bizga dizayner chiqib bu haqida ma'lumot berdi. Tabiat, xavfsizlik va hokazo ko'plab elementlardan ilhomlangan holda ushbu panjara va avtomobilning oldi qismi o'zi umuman dizayn yaratilgan ekan. Yo'lsizlikka da'vo qiladigan avtomobilning bamperlarida ham xuddi shunaqa kesiq liniyalar bor, ya'ni ular avtomobilni tepaliklarga chiqishi, ugl vyezdda, ulardan tushishi, ugl syezdda, oldi va orqa bamperlarda aynan shu maqsadlarda mana shunaqa burchaklar hosil qilingan. Tabiiyki, uni buksirovka qilish uchun kryuk, ya'ni mana bunaqa aylana o'z joyida
Ushbu Gaia platformasi avtomobilda pnevmopodveska bo'lish imkoniyatini nazarda tutgan. Bizda prujinali podveskali versiyasi avtomobilning, ya'ni soddaroq versiyasi. Buni hali salonda ham o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Chunki ko'rib chiqdim, ba'zi bir funksiyalar u yerda yo'q. Lekin agar siz pnevmopodveskali versiyani xarid qiladigan bo'lsangiz, unda deyarli 350 mm gacha clearance bo'lishi mumkin. Demak, eng baland ko'tarilganda sizni avtomobilingizni ostki qismi hamda yer sathida 335 sm, 335 emas, 350 mm yoki 35 sm masofa bo'ladi. Bu yo'lsizlik uchun, yengil yo'lsizlik uchun yetarli va undan ortiq. Chunki xuddi shunaqa clearancega ega bo'lgan boshqa avtomobil bilan biz yo'lsizlikka chiqib bemalol harakatlanib keldik. Bundan tashqari batareya yaxshigina xizmat qilingan. U yonmaydi, portlamaydi deb ishlab chiqaruvchi va'da beryapti. Va bu o'ylaymanki avtomobilni kafolat politikasiga ham kiritilgan. Yo'l tanlamasiga xos yon ko'zgular. Ular kattakon, xuddi o'sha menimcha Toyota'ning Prado'si, Nissan'ning boshqa avtomobillaridan ilhomlangan holda va o'sha funksionalga mo'ljallangan holda yon ko'zgular amalga oshirilgan. Ruchkalar ham loy bo'lib ketgan mashinada topishingiz uchun va oddiy funksional uchun qilingan, ya'ni zamonaviy shahar uchun mo'ljallangan avtomobillardagi kuzovga bosib turadigan ruchkalar, chiqadigan ruchkalar yo'q. Xo'p, ichkaridan ochishimiz kerak. Bu yerda albatta yoqilg'i garlavinasini, ya'ni bo'g'izini ko'rishingiz mumkin. Fari kattakon, u mana bu qora elementga uyg'unlashib ketadi va vizual ravishda fari bundan ham katta, avtomobil deyarli yarim balandligiga yasalganga o'xshab turadi. Ehtiyot g'ildiragi, ya'ni zapaskamiz orqada, yo'l tanlamaslik uchun juda ham qulay joyda. Orqamizda ham ikkitalab kryuklar bor. Bemalol buksirovkaga avtomobillarni olishingiz mumkin. Avtomobilning quvvati bu narsani bemalol imkoniyatini beradi. Yukxonamizga kelib to'xtaladigan bo'lsak, aniq hajmini bilmayman. Menda bu haqida ma'lumot yo'q, lekin u kattakonligi aniq. Ko'rayotganingizdek, bu yerda qo'shimcha narsalar uchun nisha bor, bemalol foydalanishingiz mumkin. Domkrat, menimcha bu mashinani vazni uchun salgina kichkina, lekin u mavjud. Kichkinagina ключchalar bor va hokazo va hokazo. Lekin bu avtomobilda nafaqat 5 ta o'rindiqli, balki 7 ta o'rindiqli versiyasi ham mavjud. Hozir interyerga kirganimizda bu haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Demak, siz Jetour G700 ni bemalol 7 ta o'rindiqli oilaviy katta versiyasini ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu yerda ham tabiiyki mana bunaqa setichkalar va hokazo narsalar, nishalarni topishingiz mumkin va albatta eshikni yopganingizda bu yerda davodchik borligini eslatib o'tishim kerak, lekin qolgan 4 ta eshikda davodchik yo'q. Endi navbat avtomobilning saloniga ketdik. Avtomobil eshigini kartasini ozgina ushlab ko'ramiz. Yuqorida sun'iy charm, mana bu yoq ham sun'iy charm, o'rta qismi ham sun'iy charm. Eshik ruchkasini qaranglar qanaqaligini. U mexanik, elektron eshik qulfi emas, bemalol shundan tortib ochishimiz mumkin bo'ladi. Pastki qismda ham yumshoq materiallardan ishlov berilgan. Tabiiyki ular dag'alroq, qo'polroq, mana bu yerdagi charmga o'xshamaydi, lekin ular ham quruq, qattiq plastik emas. 1 ruchka, 2 ruchka, 3 ruchka, hamma yoq ruchka, bemalol o'tirib chiqib tushishimiz mumkin bo'ladi avtomobildan. Oldida faqat stoykada ruchka ko'rmadim. Bu endi baribir ko'plab yo'l tanlamaslarga xos narsa. Nimaga bu yerda yo'q bilmayman. Sportkar ruli nimagadir aynan tepasi ham, pasti ham kesilgan liniyalardan iborat to'rtburchak rul. Eng qizig'i o'rtoqlar tabloda. Avtomobil haqiqiy luxury yo'l tanlamas. Bu yerda Napa charmidan ishlangan o'rindiqlar sun'iy charm bilan kombinatsiya qilingan. Birinchidan, ikkinchidan Lexicon Harmon'ning eng luxury bo'linmasidan audio tizim joriy qilingan. Demak, muzika bu yerda bo'lishi kerak. Zamonaviy trendlarga xos priborlar paneli. U mana bunaqa liniya sifatida butun torpedoga cho'zib qo'yilgan. Men ikkita kolonkaga vobshe maza qilib Demak, siz shaharda kundalikda luxury mashinada yurasiz, yo'lsizlikka chiqqaningizda uni ham eplab beradi. Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu joyga maza qildim. Mana bu multimedia displeyini reaksiyasini bitta ko'ringlar. Mana buni tezligini qaranglar, reaksiyani. Off-roadga kirasizlar, hamma sozlamalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol kompas, TPMS, ugl nakloni, ya'ni avtomobil burchak ostida qanaqa ketayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Blokirovkalarga keladigan bo'lsak, endi qaranglar. Blokirovkalar mana bu yerda bemalol ko'rishingiz mumkin. Nimani sizlar blokировать qilasizlar? Orqa o'qqa blokировать qilish imkoniyati bor ekan. Bitta narsani ko'rsatishim kerak, qaranglar. HEV bilan HEV ning orasida, ya'ni gibrid bilan elektromobil rejimidan bitta knopka bilan o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari bizda пониженный передача bor. Ko'rasizlarmi? For low, ya'ni понижайkaga o'tamiz. Tankoviy razворотni shu yerdan boshqaramiz. Suv rejimiga ham shu yerdan o'tishimiz mumkin. Mana bu yerda qo'shimcha tugmalarni o'rnatish imkoniyati bor. Blokirovka esa bitta tugmada mana bu yerdan hal bo'ladi. Bosishim bilan
blokirovka bo'ldi. Ochib yubordik blokirovkani. Juda ham zo'r. Endi qaranglar, rejimlarni shu yerda o'zidan mana bu shaybadan tanlashimiz yoki o'sha off-road menyusidan tanlashimiz mumkin bo'ladi. O'chirdik mashinani, qaytdik off-road rejimidan. Menga multimedia tizimini ishlash juda ham yoqdi. Sozlamalar bo'yicha birma-bir o'tib chiqib o'tirmadik, chunki u hozircha Xitoy tilida. O'ylaymanki, bemalol biz buni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Tomni shu yerda o'zidan boshqarishimiz mumkin. Bizda ham lyuk bor, ham panorama tom bor. Bemalol lyukdan ham shu yerda o'zida foydalanishimiz mumkin. Endi eng qizig'i komfort bo'yicha. O'rindiqdagi obduvni xohlasam bu yerdan yoqaman, xohlasam mana bu jismoniy tugma orqali yoqolayman. Chunki barcha iqlimni nazorat qilish funksiyalari mana bu yerga jismoniy tugma sifatida chiqarilgan. Sababi juda ham oddiy. Bu off-roadga javob beradigan mashinada silkinib ketayotgan vaqtingiz mana bundan displeydan klimatni kontrol qilishingiz juda ham qiyin. Jismoniy tugma bo'lsa, uni ushlab olib bosishingiz anchagina osonroq bo'ladi. Ikkiga ajralgan iqlimni nazorat qilish tizimi mavjudligi bu tabiiy holat. Bunaqa lyuksoviy avtomobil uchun bitta shunchaki telefonni qo'yib qo'yadigan panel bor, bitta quvvatlash paneli bor, ikkita podstakannik, ikkiga ochiladigan barimiz bor. Barimiz unaqa chuqur emas. Endi o'rindiq masalasida to'xtaladigan bo'lsak, bizda mana bu yerda zero gravity funksiyasiga da'vo qiladigan, ya'ni uni o'rnatish imkoniyati bo'lgan yoki hozir ham mavjud. Men prosta Xitoy tilida bo'lgani uchun topa olmayapman. O'rindig'imiz bor. Chunki yo'q, zero gravity yo'q, chunki tepaga pastga bu o'rindiq sozlanmayapti. Lekin prezentatsiyada bu haqida gap ketdi. Bu o'rindiqqa zero gravity qilish imkoniyati bor. Demak, unda massaj ham bo'ladi, boshqa funksiyalar ham bo'ladi. Bundan menimcha qiyinchilik bo'lishi kerak emas. Xo'p, ikkinchi qator testi menimcha bu yerda kerak emas, chunki qaranglar, stoykadan qancha o'tib turibdi. Okay, bye. Qaranglar, голосовой помощник ingliz tilida ekan. Uni chetga surib qo'ydik. Ikkinchi qator testi menimcha bu yerda kerak emas. Ko'rayotganlar dokument solish imkoniyati bor. Chunki orqa stoykadan o'tib ketgan suyangichga men tizzalarim bir musht yetayotgani yo'q. Patologgacha masofa bemalol, xo'sh sakrab ketsangiz bo'ladi. Mikroliftli, charm bilan ishlov berilgan ruchkalar qayerdadir уже ko'rganman bularni. Menimcha hamma yoqda ko'rganman. Bitta bo'lsa ham stolik bor. Xo'p, menimcha o'rindiqda hech qanaqa обогрев obduv funksiyalari yo'q, chunki men bu yerda bironta tugma ko'rayotganim yo'q, balki bizda shunaqa komplektatsiyadir. To'g'risini aytaman, Xitoy tili ozgina baryer bo'lyapti bizda. Lekin ko'rayotganingizda podlokotnik, podstakannik kabi minimal komfort uchun kerak bo'lgan narsalar bor, lekin orqada men hatto dinamiklarni bir nechtasini ko'ryapman. Yorug'lik elementlari, ya'ni flafonlarimiz bor. Mana bu yerda ko'rasizlar, chiroqlarimizgacha bor. Demak, bu 3-qator uchun unifitsirованный narsa. 3-qatorda ham bemalol chiroq bilan foydalanishingiz, bemalol o'tirishingiz mumkin. Bolalar ham unaqa qiyinchilik sezishmaydi. So'radim, agar to'g'ri javob berishgan bo'lishsa, bir-birimizni to'g'ri tushungan bo'lsak, 2 qatorlikda ham, 3 qatorli versiyada ham ikkinchi qatorda divan bo'ladi. Kapitallik o'rindiqlari nazarda tutilmagan. Agar nazarda tutilgan bo'lsa, biz bu narsani albatta to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Xullas, shunaqa qiziqarli avtomobil. O'rtoqlar, Jetur kompaniyasining luxury SUVlar yoki off-road uchun mo'ljallangan avtomobillarning bozoriga kirish bo'yicha rejalari qanchalik amalga oshadi va bu bozor uning umidlarini qanchalik oqlaydi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. O'zbekistonda esa men kuzatib borishim bo'yicha ushbu luxury off-road avtomobillarni yoki light off-road, yengilgina yo'lsizlikka chiqadigan mashinalarni bozori tobora o'sib, kengayib boryapti. Demak, bunga talab bor. O'zbekistonda off-roadchilarning harakati kuchayayotgani, deyarli har dam olish kunlarida bir nechta guruhlar bir nechta Toshkent shahriga yaqin bo'lgan va boshqa uzoqroqda joylashgan lokatsiyalarga chiqib mazza qilib vaqt o'tkazishlari, ularga o'zimiz ham vaqt-vaqtda qo'shilib turishimiz ushbu tendensiyani tasdiqlab turibdi. Bozor esa ushbu avtomobillarning hayoti, ushbu sinfdagi avtomobillarning hayoti qancha davom etishini o'zi ko'rsatib qo'yadi. Siz esa albatta ushbu avtomobil haqidagi fikrlaringizni kommentariylarda qoldirib ketishni unutmang. O'ylaymanki, tez kunda avtomobilni test drive qilamiz va albatta ushbu avtomobilning yo'lda o'zini, yo'lsizlikda o'zini qanday tutishini sizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha siz bilan xayrlashib qolaman. Like bosishni unutmagan bo'lsangiz bo'ldi.